Qancha yurgan ekan bu? 100 ming. 100 ming yurgan. Halol ha? Halol. Kraska? Oldi aka, oldi. Faqat to'rt qilingan uchun oldi sepilgan ha? Qolgan joyi toza xudo xohlasa. Qolgan joyi toza. Siz aldamaysiz. Hozir bir qaraymiz ham mayli. Bemalol. Xalqqa ishonchliroq bo'lsin. Nechi pul endi? Eng kulmacha nuqtasiga kelaylik ham. Bilmasam aka, nima qilib berayin sizga? Bilmasam, menga qancha arzon qilib bersangiz shuncha yaxshi. 10 ming qilsa bo'ladimi aka? Yo'q, unday qilmang. Nechi pul qilib berayin? 100 dan qasab bitamman. Aka, 100 ming men bermayman. Hozir. Unday qilmang. Oxir 115 pul beramiz aka. 15 bo'lsa? Ha. Yo'q, unday qilmang. 10 dan nimadir o'tib berasizmi? Aka, 10 ham bo'lmaydi. Bu 4 qilingan. Uni 105 million sotdim. Nechi pul qo'yuvdingsan? Nimani? 110 qo'yuvdingsan, 112 qo'yuvdingsan. 112 nima qo'yib? Ko'rdingizmi, 105 ga 7 million arzon sotgansiz. Nimani? O'shani 112 qo'yib. 113 qo'yuvdim, 112 qo'yuvdim. Men qarang, undan nimalardir o'tib 7 bering. million so'm qo'ydik, 2 million so'm o'tib berdim. Bunday deb qo'yaylik, 110 oxiri. Aka, qiynab qo'yasiz-a. Qiynamaylik shuni. 115 deb qo'ying, mayli, biror narsa sizni obunachilaringizga o'tib beraman. Yo'q, shu meni obunachilarimga 110 deb qo'yaylik oxiri. Bular begona emas-ku siz. Endi misol uchun bundan kamroq qolsam, bundan ko'proq qolar. Bo'ladi-a? Mayli, Ha, 110 bo'lsa. Qaranglar, Captiva bir to'rt qilingan varianti, ko'plar shuni izlayveradi. To'rt chiroyliroq bo'lganligi uchun usti to'rt qilingan, ichlari o'zini holatida. Hozir ichini ham bitta ko'ramiz. Hamma narsa 4 qilingan. Ichi ham to'rt qilinganmi? Opsh to'rt qilingan ekan. Hozir bitta obzor qilamiz. Yurganini 100 ming. 100 ming. 100 ming probegda ekan, 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Kraska faqat to'rt qilingani uchun sepilgan ekan. Motor holatlari, korobka, motor Ochilmagan, kulish tuymagan. motorlarda kulish tegmagan ekan, korobkasi ham yaxshi holatda ekan. Kimga qiziq bo'lsa, hozir bitta aylantirib obzor qilib nomerlarni qoldiramiz. Aloqaga chiqib bo'lsangizlar.